Assalomu alaykum, sevimli oshxonamizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan biz yumshoqqina влажный chiqadigan bulchkalarimizni tayyorlaymiz. 500 mg ilitilgan sutni quyib oldim. 1 piyola shakar qo'shdim va shakarimizni ozgina eriguncha aralashtirib olamiz. Bir chimdim tuz qo'shamiz. 1 osh qoshiq dro'jja olib, uni ham massamizga qo'shib olamiz. 2 tuxum, bitta tuxumni butunligicha, ikkinchi tuxumni sarig'ini men ustiga surtish uchun olib qo'ydim. Massamizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Bir xil holatga kelguncha yaxshilab aralashtiramiz. Un qo'shamiz. Men 500 mg sut qo'shdim va unimni o'lchamadim. Uni o'sha xamir o'zi kerakli miqdoriga, kerakli massaga kelguncha uni qo'shaveramiz. Ya'ni xamirimiz qattiq emas, yumshoq, qo'lga yopishadigan xamir bo'lguncha tayyorlaymiz. Unimizni ham shunga qarab qo'shamiz. Aparamiz. Eritilgan sariyog' qo'shib olamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Un qo'shyapman yana men. Mana yumshoqqina qo'lga yopishadigan xamirimiz ham tayyor. Endi buni yarim soat, 1 soatga oshish uchun olib qo'yamiz. Xamirimiz oshib chiqdi. Yumshoqqina ko'rib turganingizdek. Yumshoqqina xamirimizni bo'laklarga bo'lib olamiz. Xamirimizni bo'laklarga bo'lib chiqamiz. Men 4 bo'lakka bo'lib oldim. Ana endi xona haroratida eritilgan yumshoqqina saryog'ni xamir orasiga qo'yib, yana uni orasiga qo'yib, yopib, zuvalachalar holiga keltirib oldim. Albatta bunday usulda tayyorlangan bulchkalar juda ham mazali. Bir kundan keyin qotib qolmaydi. 2-3 kungacha yumshoqqina holatda turadi. Mazasi ham o'zgacha bo'ladi albatta. — 10-15 daqiqa
daqikaga tindirib qo'yamiz. Tingan xamirimizni yoyib olamiz. Albatta bu yumshoq, orasida saryog'i bo'lganligi sababli yumshoq xamir bo'ladi. Tez qotib qolmaydi. Bunday usulda tayyorlangan bo'lishqar tez qotib qolmaydi. Xamirimizni bo'laklarga bo'lib olamiz. 8 ta bo'lakka bo'ldim va ragalik shaklda o'rab chiqdim. Albatta xamirimiz juda ham yumshoq va yog'liligi sababli aytganimizdek ko'rinishda chiqmasligi mumkin. Lekin o'sha aytganimdek juda ham yumshoq va qotib qolmaydigan bo'lib turadi. Mana ragaliklarimizni tugib oldik. Endi tuxum sarig'ini ustiga surib chiqamiz. Hammasiga bir tekisda tuxumlarimizni surib chiqamiz. Istalgan xohishga ko'ra ustini bezatamiz. Ya'ni men max sepdim. Kunjut sepsangiz ham bo'ladi. Surib chiqildi mana hammasiga. Tayyor bulochkalari gaz pechiga qo'yamiz. Ishoning, bunday usulda tayyorlangan bulochkalar juda ham mazali chiqadi.